Ko'ringchi avtomatlarimiz to'g'ri terilganmi? Avtomat professional darajada terilgan, lekin oz-moz darajada kamchiliklari bor. Assalomu alaykum hammaga, ismim Jasurbek. 6-7 yildan buyon Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida o'z faoliyatimizni elektriklik sohasi bo'yicha faoliyatimizni yuritmoqdamiz va hozirda o'zimizning Rishton shahrida bugundan boshlab ish faoliyatimizni boshladik. Aziz do'stlar, sizga elektrik turdagi barcha xizmatlar, svetilnik dismi, elektromontaj ishlari, korobka, avtomat ishlari xohlagan usulingizda, xohlagan dizayningizda. Agar sizda dizayn bo'lmasa, o'zimiz dizayn qilib hammasini ajoyib usulda, eng asosiysi hamyonbop narxlarda do'stlar, bizga ishonishingizni tavsiya qilamiz. Eshitdilaring-a? O'zi uncha ustalarni bilasizlar, reklama qilmaymiz. Narxlari realniy arzon bo'lganligi uchun ustalarimiz yangi ish boshlashibdi. Bittadan Rishtonliklar, o'zimizda Rishtonlik ukamiz paddeshga qo'yamiz. Elektr sohasidan qiynalib yurganlar, usta qidirib yurganlar, mana ustalar topib qo'ydik. O'zlari pastda raqamlarni qoldirib ketyapmiz. Aloqaga chiqsalaring, boshqa joylardagi ustalardan ham arzon qilib berishadi. Hammaga kattakon rahmat.